Assalomu alaykum. Jahonda sodir bo'lgan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Isroil Ramazon oyida falastinliklar uchun Al-Aqso masjidiga kirishda yangi cheklovlar joriy qilishni rejalamoqda. Okkupatsiya ostidagi Sharqiy Quddusda keskinlik ortib borar ekan, Isroil hukumati G'azodagi otash kesim kelishuvlar doirasida hibsdan ozod qilingan falastinliklarni masjidga kirishdan butunlay cheklash haqida qaror qabul qildi. Isroil matbuotining xabar berishicha, Al-Aqso masjidi atrofiga 3000 ga yaqin politsiyachi joylashtiriladi. Shuningdek, g'arbiy sohilda yashovchi falastinliklardan faqat 10,000 nafariga masjidga kirishga ruxsat beriladi. Masjidga kirishga ruxsat olganlar ham faqat 55 yoshdan oshgan erkaklar va 50 yoshdan oshgan ayollar bo'lishi talab qilinadi. Ukraina va AQSh prezidentlari juma kuni Oq uyda keskin bahslashgan holda muzokara o'tkazdi va Ukraina tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha kelishuv imzolanmaydigan bo'ldi. Tramp muzokaralardan keyingi bayonotida Zelenskiyni tinchlikka tayyor emas deb hisoblashini aytdi va u vaziyat o'zgarganda qaytib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Prezidentlar va AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance matbuot ishtirokida suhbatni boshlab, tez orada keskin bahsga aylantirib yuborishdi. Tramp va Vance Zelenskiyni AQShga yetarlicha minnatdorchilik bildirmayotganlikda aybladi va uning Rossiyaga qarshi kurashi faqatgina amerikaliklarning yordami tufayli kechayotganini urg'uladi. Tramp yana bir bor urush uchun Ukraina javobgar ekanini ta'kidladi va Zelenskiyni tinchlikka intilmaslikda aybladi. Zelenskiy esa Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ishonib bo'lmasligini bildirdi va yana bir bor AQShdan xavfsizlik kafolatlarini talab qildi. Tramp esa bu talabga tinchlik kelishuvidagi 2% deb javob qaytardi. Zelenskiy Tramp bilan muzokaralardan keyin Oq uyni muddatidan oldin tark etdi. AQSh va Ukraina yetakchilarining matbuot anjumani o'tkazilmaydigan bo'ldi. Shuningdek, nodir foydali qazilmalar bo'yicha imzolanishi kerak bo'lgan bitim bekor qilindi. Ikki tomonlama muzokara davomida Tramp muammo shundaki, siz kuchli yigit bo'lishingiz uchun men sizni qurollantirdim. Menimcha AQShsiz siz bunday yigit bo'la olmasdingiz. Odamlaringiz jasur, lekin siz ham kelishuvga ko'nishingiz kerak yoki biz ketamiz. Agar biz ketsak yaxshi bo'lmaydi. Buni tezda ko'rasiz. Sizda kozir karta yo'q, lekin kelishuvni imzolasak, siz ancha yaxshi pozitsiyada bo'lasiz. Lekin siz minnatdor bo'lmayapsiz. Bu yomon, ochig'ini aytganda, dedi. Putin o't ochishni to'xtatish shartlarini buzdi, odamlarimizni o'ldirdi, asirlarimizni almashmadi. Biz asir almashish bo'yicha kelishuv imzoladik, lekin u shartga amal qilmaydi. Qanaqa diplomatiya haqida gapiryapsiz, dedi Zelenskiy. Suhbatga J.D. Vance aralashdi. Men mamlakatingizni yo'q bo'lishdan asrab qoluvchi diplomatiya haqida gapiryapman, degan u va so'ngra Trampga yuzlangan. Janob prezident hurmatni saqlagan holda aytish kerakki, avval kabinetga kelib, ommaviy axborot vositalari huzurida bunday bahslashish hurmatsizlikdir. Ukrainaga keling, muammolarimizni ko'rasiz, dedi Zelenskiy. Vance hammasini onlaynda ko'rgani, odamlar propaganda turlariga borayotganini pisanda qilgan. Sizda chaqiriq bilan bog'liq muammolar borligini inkor etasizmi? Siz avval kabinetga kelib, mamlakatingizni yo'q bo'lishining oldini olmoqchi bo'layotgan ma'muriyatga hujum qilyapsiz, dedi u. Mening ko'p savollarim bor. Keling boshdan boshlaymiz. Birinchidan, urush vaqtida hammada muammo bo'ladi. Hattoki sizda ham, lekin ajoyib okeaningiz bor. Muammolarni hozir emas, kelgusida his qilasizlar, dedi Zelenskiy. Bu gap Trampni g'azabga keltirgan. Bizning nimalar his qilishimizni gapirish sizga emas, siz unday vaziyatda emassiz. Sizning qo'lingizda kartalar yo'q. Siz 3-jahon urushini o'rtaga tikib qimor o'ynayapsiz. Men bu yerga qarta o'ynagani kelganim yo'q, dedi Zelenskiy. Bizning qurollarimiz va texnikalarimiz bo'lmaganda urush 2 haftada tugagan bo'lardi, deya minnat qildi Tramp. Putindan 3 kun haqida eshitdik. Endi 2 hafta tilga olindi. Bu televideniya uchun ajoyib shou bo'ladi, deya Zelenskiy o'rnidan turgan. Yevropaning yetakchi siyosatchilari Kiyevga bir ovozdan qo'llab-quvvatlash bildirishdi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez va Litva prezidenti Gitanas Nauseda birinchilardan bo'lib, Ukraina sen hech qachon yolg'iz qolmaysan deb yozishdi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen kuchli, jasur va qo'rqmas bo'ling. Biz Ukraina bilan birgalikda adolatli va barqaror tinchlik yo'lida ishlashda davom etamiz, dedi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Josep Borrell Washingtondagi mojarodan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni kuchaytirishni va'da qilamiz deb yozdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham Zelenskiy va Tramp o'rtasidagi tortishuvga munosabat bildirdi. Biz hammamiz vaziyatni yaxshi tushunamiz. Agressor bu Rossiya.
Hujumga duchor bo'lgan davlat esa Ukraina. Biz 3 yil avval Ukrainaga yordam berish va Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etishda to'g'ri qaror qildik va hozir ham shunday yo'l tutyapmiz. Bu kurash faqat Ukraina uchun emas, balki Yevropa xavfsizligi uchun ham muhim, deb yozdi Makron. Financial Times nashrining xabariga ko'ra, Tramp va vitse-prezident J.D. Vance Zelenskiyni muzokaralarda zaif holatga tushirish uchun unga bosim o'tkazishni rejalagan. CNN ma'lumotiga ko'ra, mojarodan so'ng Tramp avval kabinetda maslahatchilari bilan shoshilinch yig'ilish o'tkazgan. Donald Tramp prezidentlikka qaytish holatida ingliz tilini rasmiy maqomga ega deb e'lon qilish haqida farmon imzolashni rejalamoqda. Wall Street Journal gazetasining xabar berishicha, bu qaror mamlakat hukumat faoliyatini samaraliroq qilish va jamiyatda birdamlikni ta'minlash maqsadida qabul qilinmoqda. Farmon shuningdek 1990-yillarda sobiq prezident Bill Clinton tomonidan qabul qilingan qoidani bekor qiladi. Unga ko'ra, davlat agentliklari va federal moliya oladigan tashkilotlar ingliz tilini bilmaydigan shaxslarga tarjima xizmatlari ko'rsatishi shart edi. Shu bilan birga hukumat idoralari va tashkilotlari istasa, hujjat va xizmatlarni ingliz tilidan tashqari boshqa tillarda ham taqdim etishlari mumkin. Donald Tramp o'z saylovoldi kampaniyasi davomida migrant talabalar sinfxonalarda ingliz tilini bilmagani uchun muloqot qila olmasligi masalasida xavotir bildirgandi. U bir necha bor AQSh aholisi bir xil tilda, ingliz tilida gaplashishi kerakligini ta'kidlagan. AQShda $250 qiymatdagi Donald Trump surati joylashtirilgan dollarni bosib chiqarish taklifi bildirildi. Bunday tashabbusni Janubiy Karolinadan saylangan respublikachi kongressmen Jo Uilson ilgari surgan. Men gravirovka byurosi va bosmaxonasiga Trump surati tushirilgan $250 banknota yaratish haqida qonun loyihasini ishlab chiqyapman. Bayden inflyatsiyasi iqtisodiyotni yemirdi. Bu esa amerikaliklarni ko'proq naqd pul olib yurishga majbur qilyapti, deb yozdi Uilson X ijtimoiy tarmog'ida. Biroq AQShda 1866-yildan beri amal qilayotgan qonunga ko'ra, tirik odamlarning tasvirlarini banknot va tangalarga joylashtirish taqiqlangan. Bizda bugunchalik xabarlar shu. Ko'rishguncha.